yeyish kerak xullas. Ochildi, tagida sariyog'lar qo'yilgan va ziralar. Ovoz eshitilyaptimi? Ha, men ichib ko'rganman, lekin bunisi yana oyog'iga tegmasin. Osh juda go'zal bo'lib topildi. Aslida shu osh tugab ketdi, demak o'sha osh zo'r bo'lganidan dam oldi. Buni guruch solyapmiz. Mana gapni o'ylaysan, bemor bo'lsam, uchi yo'q, qarang. Mana bir qora aytaman. Qarang, oyog'i turib turibmi yani? O'shan bo'lsa ham ayoldan yo'q. O'shan ham to'xtaydi. Ular sinov qiladi. Bu har qaysondan-ku 20 to'xtaydi. Ham shu 25 ming beradi. Hamma. Ana bu 40 ming o'tadi. Bunda naq berilmaydi. Qani ha. Musoxon aka, gap yo'q. Boshlandimi jarayon? Tagi baland emasmi? Yo'q, yaxshi. Yaxshi. Bir xil paytda og'onib bu asli oson emas, mana ularga nimada? Nimaiki, tagini cho'g'ini bir xilda olmasangiz, tag olib ketishi mumkin, boshqa olib ketishi. Lekin endi biz uchun oson emas. Endi bu inson uchun osondir. O'sha qozonda oshi boshqa bo'ladi, yo'qlar. Ha, umuman tamli vaqtsiz zo'r bo'ladi. To'g'ri. To'g'ri. Qumg'on qo'yib qo'ygan, qumg'on biqini ham hozir qaynayapti. Ha, mana qumg'on. Oh, maza qilib choy ichamiz shunda. Gap yo'q, shef. Gap yo'q. Zo'r. Xo'p, bu yerda shakaroplar уже tayyor. Shakarop shuni aralashtirilsa bo'ldi. Endi men sizga bitta maslahatim, shef. Endi hech shu narsani qilmaysiz. Mana bu slivichniy mana podsolnishniy bor-ku, semichka yog'i. Semichka yog'idan biz Rossiyada yurganimizda qilardik. Bunga mayonez solsa ham bo'ladi yoki bo'lmasam o'sha yog'dan ozgina solsa ham bo'ladi. Shakaropkami? Zo'r bo'ladi. Lekin siz yoqtirmadingiz. Ha, quyib ana. Mana podsolnishdan, ha? Bir xamirchi ozgina qo'shay. Bu narsani asli qizdirish shart emas. Salatlarga shunday qo'shiladi. Bilsanglar agar obunachilar, bismillahirrohmanirrohim deb, yana ozgina ko'p emas. Ozgina mana bundoq qilib bo'ladi. Mana shuni o'zi bilan xudo xohlasa cho'tki bo'ladi. Endi bu meni retseptim. Rossiyada ko'p qilib berdik. Xudo xohlasa buni cho'tkilaymiz inshaalloh. Bo'lmasam damlash jarayonlari zo'r ketyapti, kuzatamiz. Yesa aytasan. Yig'ini qaranglar buni. Assalomu alaykum. Aka solinglar. Abdumali ham keldi. Va alaykum assalom. Hoji aka tuzimsiz? Kellab ketdi. Tuzimsiz, solinglar. Rahmat. Hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Meni qay yo'l bilan chaqirishda keldim mana xudo xohlasa. Yomon chaqirildi lekin. Hozirda yer haydadi Abdumali hoji. Aytdim, futbol o'ynaysan, sen yer haydadimni yuyib ketgan ekan. So'rashuvdim, uvib ketganman-ku. O'shani Mana aytdi. povorda oshidan yeymiz endi. Ha. Sariyog'lar qo'shyapsiz. Xudoga shukr. Bu sekretlar endi bu ozgina. Obunachilarga ko'rsatamizmi, ko'rsatmaymizmi sekretni? Obunachilarga sekretni ko'rsatish uchun video qilyapmiz. Obunachilar mana hozir mana shu narsani mana eng jarayonni zo'r tam qo'shadigan. Endi kimlardir qo'shadi, kimlardir qo'shmaydi. Lekin bu ham o'ziga yarasha bir tam beradi. Ozginagina olingan xolos. Asli bo'ladi shu. Bo'ldi. Keyingi safar shitamiz. Hoji aka ham kelibdilar. Hoji aka ham keldilar mana mehmonga. Albatta. Gap yo'q. Xush kelibsizlar. Eng zo'r lahza mana. Qaranglar, damlandi. Qumg'on qaranglar. Bu manzara ajoyibda. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Ha. Issiq. Choy damlab, o'sha yerda o'zida damlayishi kerak. Kuyadi. Yaxshimi? Ha. Dezinfeks, ha. O, choynakni qaranglar. Choynak ham Rishtondan kelibdi. Rishtondan berishibdi. Obunachilar berishgan Oxunibga.
Mana shu yerda choy ichish uchun va nima qilish uchun hozir biz shunda birinchi marotaba choy ichamiz. Zo'r. Mana. Gap yo'q. Bo'ldi. Ko'k choy bu yo'q. Ko'k choy bu kichkina ekanda. Ha, qoshiq kichkinami? Bo'lsin. Zo'r bo'lsin. Hozir mana qumg'onni choyi bir boshqacha bo'ladi deyshadi. Mana o. Qarang. Zo'r. Qumg'onda choy qaynadimi? Qumg'onda? Ha, bo'ldi mana. O'zim spes bo'lib. Zo'r. Umuman va chotki bo'ldi. Hop. Hamma narsa tayyor. Shepkani. Hop, shep bizdan bu yerdan nima qilish kerak? Endi shu tovuqni ham artib partish kerak. Ha, artib tayyorlab turaman. Endi Dakanga solamizda. hozir ko'rgan odam So'zman. yo'q, nima o'zidan-o'zi yuribdi, yo'q videolarda yo'qdi, paydo bo'lib qoldi deyishmasin kamerangizda. Avvalambor assalomu alaykum. Usta bilan bundan oldingi videoda ko'rishib, gaplashib, salom alaykum qildik. O'shaning uchun kamera yondi. Assalomu alaykum. Chapana to'g'ri? Ha, bu chapana. Chapana to'g'ri. Men siznikidanmi? Yangi Yamal. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, barchalaringni o'tgan ayyomlar bilan tabriklaymiz. Xudo xolasa mana chaqirtirildik, keldik mana xudo xolasa yana jamoa jamljam bitta ikkita odam kam. Xudo xolasa mana shu yerda Chapanacha o'sha. Endi bugun Namangandan o'zimiz mehmon bo'lib kelgandik. Asosiy boshchi asli Mahmudjon. Ha, Mahmudjon bilan birgalikda keldik. Endi mana do'stimiz chaqirdik, kakras uyda ekanlar. Abdumalik yomon chaqirib qo'ydingiz-a? Chaqirmasam bo'lmasdi. Ha, kelmasdi? Abdumalik hoji qaytasan desam uydaman dedi. Abi ikkita oyog'i yo'q qiz kelibdi dedim. Onasi bilan murojaat bilan dedim. 5 minut yetib kelasan, 10 minut yetib boraman. Endi osh bor desa, sekin shoshilib keladi-da. Shunaqa. Tezroq kelsin dedim, hoji dedim. Shunaqa. Albatta endi bu ham yaxshilikka. To'g'ri. Endi to'planib, ha. To'g'ri, ha. Yetmaydi. Hozir havo tanga davomida bu tomon qarasangiz Teplitsa, Mana Teplitsa ham zo'r. Qandirib yerini chopib qo'ydim. Mehnatim sindi bu yerda. Faqat qovun yeganim yo'q. Endi makmak ekanmiz-da. Ha, xudo xolis kelib. Makmak. Makmakki dakalli edi. Ey. Obunachilar, mendan to'nga qo'yinglar. Gap yo'q. Bilasiz, obunachilar oshni solish jarayoni va bu yerga kelish jarayoni keyingi videoda ko'rasizlar. Zo'r. Keyingi videoda ko'rishadi. Ha. Kuzatish davom etinglar. Bundan keyingi qismda osh Shuni solinayotgan jarayonlar albatta. Yeyilayotgani qanaqadir ballaysizlarmi yo baho qo'yasizlarmi? Endi uni ham oxuni o'zi o'ylaydi. Baholasin, zamin keyin o'ylab topamiz. Obunachilar yemay qaydan baholaydi? To'g'ri. Tomosha qilib, keyin qiladiganlar bor. Ha. Tomosha qilib. Ko'rib turib aytadiganlar bor. Ha, yeganimizdan aytamiz. Ha, bo'ldi. Ko'rib aytamiz. Tamam. Bo'ldi. Keyingi videoda kuzat. Kelina chiqqani pishdi osh. Bay. Ey. Obunachilar kema buni kelib turib. Jonimda. Gidi. Bay. Xudo sharmanda qilmang. Sharmanda qilmagin. Xudo xolasa zo'r chiqarishib. Sizni qo'lingizni bilamiz. Mana qaranglar, osh silkib turishini. Bay. Haqiqiy to'y oshi. Endi qozon yangi edi. Birinchi pochinni biz ochdik. Tag olmagan xudo xolasa. Tag olmagan-a? Ha, yo'q, tag olmadi. Tag olsa powerligimiz qayda qoladi? To'g'ri. Kilkillashini qarang. Mana go'shtlari bilan gap yo'q. Zo'r. Tovuq olib keling. Bo'ldi. Qani tovoqni olib kelinglar, o'sha shu oxunib dakallarni olib kelinglar. Ikkitaga solamiz. Ikkitaga bu yerda hozir ko'payib qoldi, ikkitaga solamiz. Olib kelavering ukam. Ha, umuman zo'r. Musoqon aka. Pras degan narsa bor. Praslar soling bittaga. Bo'ldi. Bir tovoqda maza qilaylik hamma. Ya, qayta solaveramiz. Prislab
yeyilgan narsa atalashib ketadi. Yengil solavering. Sal yo'q. Osh, ko'tarma bosh. Kecha ham shunaqa osh yedim, bugun ham shunaqa osh yeyapman. Bunaqa osh yemagan. Kecha va bugun osh yeyapman. Bunaqa osh yemagan. Sen ukam? Ha, kecha ham osh yegansan, bugun ham osh yeyapsan. Kecha va bugun osh yemoqchiman. Ha, bekorga kecha va bugun emasdi. Bismillahirrohmanirrohim. Voy. Go'zalligini qarang, Qani, go'zallik. voy, bu yerda hamma yo'q bor ekan, bu narsa. Va, o'shada. Xat bor ekan. Mayiz bor ekan. Xudo. Ha. Haqiqiy to'y oshi, xullas. Yo'q, hazil. Ilohim qo'lingiz dard ko'rmasin aka. O'ta go'zal. To'y qilsa to'g'ri tekin ekan. Baq xudo xolasa hojim bilan baq bilishadi ta'minini men bilaman. Chunki osh hozir akalarning gapga so'p bu o'zim tasir etaman. Tas yegan tishlar devordan daraja bo'ladi osh. To'g'ri. Bu yerda hozir tatimaganlardan bu ukam bor. Abdumalik hojim bor. Abdumalik ukam bor. Keyin Oxunov vlog. Oxunov TV esdan chiqib ketibdi. Bir meni ota-onam umra safaridan kelishgandan keyin bir qator yeb olaylik. Bu ikkinchisiga DP. Zo'r bo'ldi. Yo hozir endi hammasi sig'dirib yuborsak bo'lmaydi. Bag'rida yonasi Namangan oshlarida bag'rida. Keling, qadrdonlarim. O'ta zo'r. Shakaroblarimiz tayyor. Bu qanaqa aralashtirish endi bu? Ha, endi shunda mana. Qani va talinkani beringlar-chi. Shakaroblar bilan haqiqiy, O'zbekistonga baribir yetmaydi-da. Ha? O'zimizda polizlardan pomidor botiringlar. Talinkalardan beringlar. Bo'ldi, hozir beramiz. Voy, tarilkalar beringlar. Shakarob. Ha, tovoqqa solib. Ha, yo'q o'sha. Tovoqqa. Ya o'sha yer solib yeyaveramiz. Mana aka. Bo'l. Yana tovoqqa uj bo'ldi. Bo'l. Shunisi bilan qiziq. Ketdik, obunachilar. Ey, hozir to'kib yorib. Mana. Shepim. Qani mana. Kim Sig'maydi-ku. Qani oling. Sig'adi. Do'stim. Mana shu pichoqdan qolib turib, shu qo'ying. Mana osh. Ana oshmisan, mana osh. Qo'shiqlar keylar endi. Kelinglar meni. Ana vinkalar keylar endi. Bo'lib o'tamiz. Sizlar shu yerda video qilib turinglar. Yeymiz, yegan o'tamiz. Qalay ukam, osh yaxshi bo'ptimi? Oxirigacha yeyapti. Tovog'i ham qolsin, og'unib dakallari. Oxiri rasmni topdik. Topdik-a? Yeb topdik, ha. Qo'ylar. Bu toriz ko'ryapsizlar. Ha. So'yilish ko'ryapsizlar, endi so'yilishda. Nima farqi bor? Bu hech qanaqa farqi yo'q, bir xil turibdi-ku. Ha? Bir xil turibdi. Kelasan to'g'ri. Ha. Usta so'ydi. Kim, qaysi Musoqon akanmi? Buni men so'ydim. Bu oddiy chapana qilib so'yilganda buni, ha. Endi buni qarang, farqi nimada? Aha. Hozir buni olish uchun agar qo'lda bo'lsa qiynalinadi-da, mana o'yiladi. To'g'ri, vilkada bo'lsa oson bo'lishi mumkin. Qo'lda olayotganda qiynalishi mumkin. Bu biznikini so'yilganniki, mana bunaqa holatda bo'ladi. Voy, bu fantaziya-ku. Mana xohlagan odam ikki tomonlama tursa, bo'ladi. Voy. Endi biz ham Musoqon akaga shunaqa qilamiz. Gap yo'q. Shogirtni baribir nima qilasizda? Gap yo'q. Nast osh yoqibdi. Ha. Shogirtni baribir haliga himoya qilyaptilar. Himoya qilyaptilar, gap yo'q. Bu eng katta haliga yoshi bo'yicha kattaroq shogirdlardan biri bo'lgani uchun himoya qildilar. Bunday qilsangiz ushlab turaveradi-da. Biznikidan baqa o'sha olasiz. Qani olinglar. Obunachilar, osh haqiqatan ham juda go'zal bo'libdi. Qanchalar sog' bo'lsin, Musoqning qo'llaridan ko'rmasin. Endi to'g'risini ko'ramiz. Endi Eng asosiysi osh shu gurunchi ajrab turibdi-da, kilkillab sakrab turibdi. o'zi
Abit yeyish kerak oshni. To'yib abit yeyish kerak. Hazm bo'ladi desam. Hazm bo'ladi. Kechgacha azim bo'lib ketadi endi. Bedinami? Yo'q. Syomka ketgan bilib qoldi u. Mana O'zi keyin sabab Mo'soxonaga qanaqadagi bir narsalar bo'lib qolsa, keyin sabab olib kelib qo'yamiz bedanlar. Ha, bedenel moy. Zo'r bo'ladi. Olib kelib qo'yamiz. Keyingi o'tirishda xudo bo'lsa. Zo'r bo'ladi. Xudo xolasa. Keyin sabab nima qilib berasiz endi? Osh yedik, osh zo'r, esladim. Bo'ldi, shashlikmi? Shashlik. Bo'ldi. Shashlik. Xulosa taom juda ham ko'p. Bir Chep, chekkadan ha, bir chekkadan nima desangiz. Bitta gap. Men bitta makin so'yaman. O demay, hashaki. Hashaki makin so'yaman. Stakanizdan olib keladi. Bitta hashaki makin so'yaman. O'shanda qanaqadir bir ajabsanda bir narsa qilib berasiz. Bo'ldi. Bo'ldi. Tamom. Bo'ladimi? Ertaroq kelamiz, tindiramiz. Endi biz haligi shikarni joylar qilmaymiz, mana shunaqa tabiiy sharoitda. Zo'rda shu, haqiqiy. Zo'r bo'ldi mana shu. Zo'r bo'ldi. Mangal kerak emas, g'ish bor. Mobodo shashi qilib beraman desangiz. oshing halol bo'lsa ko'chada yeydi. To'ppa to'g'ri. Bular tepasidan oldi yeyapti. 1-2 qadar. Qani? Ha, qani olinglar, ha. Bismillahirrohmanirrohim. Qani ha, olinglar. Qani. To'g'risi qanday ekan? Zo'rmi? Bu ham ertalabdan beri sovuq. Yemaganman bunaqa Ha? cho'katlarlar. Bu to'g'risi-ku, cho'katelni emas-ku. Juda go'zal. Endi men ham yey. Qani. Mana shu dehqonlarga rahmat. Kamerachi ham Haqiqatdan dehqonlarga rahmat. Qani, olinglar obunachilar. U Rossiyada yurganlar maydot borayotganda. Bu dorida chiqitgan tugagan ham ustoz yo hali ham bormi? O'zimiz yasovni ham chiqyapti hozir. Bizda ham issiq bo'ladi-ku. Yoz yomon. Yozi yomon deydi. Yozi issiq bo'ladi-da, tez pishadi. Na, yer qumoq aslida bu yerda. Yo, qumoq emasmi yeri? Nima? Qumoq a bu yerda. Qumlik. Yo'q, qumli joylar ham bor, sosturpoq. Qorada oppoq emasda sizlarda yo qoraroqda. Bizda sapsariq bo'ladi yer. Oq. Sizlarda hali qizg'ishroq bo'ladi. Ha, endi Shu, bularda qora. Qora turpoq. Mana bunaqa svet bo'ladi, xulos, obunachilar. Mana shunaqa svet bo'ladi Namanganda ko'p joylarda. Endi bu cho'l zonalarimizda qumliq ular. Hali bu shikaturga qiladigan qum nima deysizlar sizlar? Shilqum deyiladi bizda. Shilqum, qum. Bizda bu cho'l zonalarimiz qumliq, bu Yazovon sentri, bu Suvlari, Oqtepa qishloq tomonlar ular qora turpoq bo'ladi. Yana bilmadim endi qaydan deb. Lekin shunaqa. Allohga shukr. Bunga daqiqa maza qilmaganman. Oshiga biring hojim sizdan. Juda chiroyli. Yoshga endi gapirishga hojat yo'q. Ko'rdingiz, qozonda ham qolmadi, tovoqda tagida ham qolmadi. Ikkilamidi yo? Bundan dalolat shuki, haligindanda bir kun obunachilar kelib qoldilar. 4 ta sayyoh Namoyonni borib yotishib, bir martasi uyg'onib turib, sheriklarga savol berdi. Do'stlar, bu osmondagi yulduzlar nimadan dalolat beradi desa, bilmay turishgan ekan, topolmadik desa, haligi savol bergan aytdi. Bu osmondagi yulduzlar palatgamizni o'g'irlab ketishganidan dalolat beradi. O'g'irlab ketishdan bilmayaptilar. Voy. Ana, Rossiya ham qiziq ekanmi? Ajoyib. Kommentariyada o'z fikringlarni yozinglar obunachilar. Do'stim, osh qanday ekan? Osh gap bo'lishi mumkin emas. Chin dildan. Chin dildan to'g'risi. Zo'rmi? Zo'r. Gap bo'lishi mumkin Gap emas. bo'lishi mumkin emas. Gap. Lekin agar yana bitta narsani aytish kerak, mana kunni ko'ryapsiz, issiqda ancha-muncha odam osh yeyolmaydigan issiq bo'lyapti. Chunki hozir zo'r oshni ham yeyishni o'zi muammo hozirgi kunda issiqda. Lekin oshga gap yo'q. Chapan to'g'riga katta rahmat. Osh qolmadi. Biz maza qildik, to'g'ri. Maza qildingizmi? Gap yo'q.